Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Demak, sizlar bilan bugungi tanishadigan mavzuyimiz penetrantlik mavzusi bo'yicha bo'ladi. Penetrantlik mavzusi murakkab mavzu emas va tushunishingiz qiyin bo'lgan mavzu emas, ancha sodda. Ayniqsa mana shu videodan so'ng aynan 100% hisobda tushunib olasiz, xudo xolasa. Xo'p, penetrantlik o'zi nima? Penetrantlik bu belgini yuzaga chiqish darajasi, bu penetrantlik hisoblanadi. Kimyo fanini o'qiganlar bo'lsa juda ham yaxshi biladi. Kimyo fanida reaksiya unumi degan narsa bor. Xuddi reaksiya unumiga o'xshash bo'lgan tushuncha bu penetrantlik hisoblanadi. Ya'ni ma'lum bir gen yoki genotipga ega bo'lgan individlarda shu belgini namoyon bo'lish darajasi bu penetrantlik deb ataladi. Chunki ko'pchilik genlar, belgilar to'liqligicha namoyon bo'lmaydi. Tashqi belgilarda shuni yuzaga chiqish darajasi penetrantlik deb ataladi. Masalan, agar birorta bir kasallikni oladigan bo'lsak, agar kasallik 100 ta odamda kasallik geni bo'lsa-yu, lekin 80 tasida kasallik yuzaga chiqsa, demak penetrantlik 80% bo'ladi. Ya'ni gen bor, 100 ta odamda gen mavjud. Lekin uni yuzaga chiqish darajasi 80% ga 80 tasi yuzatilsa, demak 80% ga to'g'ri keladi. Penetrantlik ikki xil bo'lishi mumkin, ya'ni to'liq penetrantlik va chala penetrantlik. To'liq penetrantlikda belgini hosil bo'lishi, namoyon bo'lishi 100% hisobida bo'ladi. Chala penetrantlikda esa gen organizmda bo'lsa ham, lekin hamma odamdan yuzaga chiqa olmaydi. Shu chala penetrantlik deb ataladi. Masala tiplarini ko'rib ketamiz va sizda shunda 100% tushuncha paydo bo'ladi. Birinchi masala tipimiz to'liq penetrantlik bo'yicha bo'ladi. Soddasidan ko'rib ketamiz. Demak, o'simlikni uzun bo'yli bo'lishi dominant, qisqa bo'yli bo'lishi esa resessiv genga ega. Agar ikki heterozigota ota-onani chalishtirsak va barcha genotipdagi fenotiplar 100% to'liq penetrantlikka ega bo'lsa, umumiy 720 ta o'simlik olingan. Shundan qisqa bo'yli fenotiplar sonini toping deyapti. Demak, bizda dominant A holatda uzun bo'yli bo'ladi ekan. Uzun bo'yli bo'ladi ekan. Resessiv A holatda esa qisqa bo'yli bo'ladi ekan. Qisqa bo'yli bo'ladi ekan. Agar ikki heterozigota ota-ona deyapti, ya'ni mana ota ham heterozigota holatda va ona ham heterozigota holatda ifodalanadigan bo'lsa, bunda F1 avlodda 4 ta organizm hosil bo'ladi. Mana 4 ta organizm hosil bo'ladi. Bizda penetrantlik 100%, ya'ni bu degani belgi yuzaga chiqishi 100% namoyon bo'lgan deyapti. 720 ta o'simlikdan nechtasi qisqa bo'yli fenotipga ega bo'ladi deyapti. Bizda jami 4 ta organizm hosil bo'lyapti va 4 tadan qisqa bo'yli bo'lishi bizda resessiv genga ega va unaqalar bitta chiqyapti. 4 tadan bitta namoyon bo'lsa, 720 tasi qancha topadigan bo'lsak, 180 ta hosil bo'ladi. Ya'ni 180 ta organizmning hammasi to'liq penetrantlikka ega. Ikkinchi tipimiz chala penetrantlik ko'rib ketamiz. Demak, mushuklarda tukning silliq bo'lishi dominant gen bilan ifodalanadi deyapti. Jingalaklik esa resessiv gen bilan ifodalanadi. 60% penetrantlik bilan dominant fenotip kuzatiladi deyapti. Xo'p, demak belgilarni yozib olamiz. Demak, katta F holatda demak tuklar silliq bo'ladi ekan. Kichkina F holatda esa jingalak bo'ladi ekan. Jingalak bo'ladi ekan. Va to'liq penetrantlik 60% dominant genga. Ya'ni mana bu silliq belgini yuzaga chiqish darajasi 100% emas, ya'ni 60% ga teng ekan. Heterozigota ota-ona deyapti, demak, mana heterozigota ota-ona. Bundan avlod oladigan bo'lsak, F1 avlodda 4 ta chiqadi. F ifodalangan ekan. Ya'ni mana holatda ifodalansa, bizda hop 4 ta avlod hosil bo'ladi. Mana
va mana ular. Dominant gamma-zigotalilar silliq tuklini so'rayapti. Demak, bizda 4 ta avlod hosil bo'lyapti. 4 tadan silliq formalilar mana bittani hosil bo'lyapti. 820 da qancha deb topamiz. Demak, 820 ni 4 ga bo'lsa 205 ta chiqishi kerak. Ya'ni Mendeley birinchi qonuni bo'yicha oladigan bo'lsak, 205 ta avlod olinishi kerak. Lekin bizda penetrantlik bor, dominant penetrantlik 60% ga teng deyapti. 205 tani hammasi to'liq namoyon bo'lganda 100% bo'lar edi. Lekin bizda 60% ga teng deyapti penetrantlik dominant. Shuni qancha deb hisoblaymiz? Demak, hisoblasak bizda 123 ta. 123. Ya'ni bizda 205 ta organizmda silliq gen mavjud, lekin hammasida yuzaga chiqmagan bu. 60% yuzaga chiqqan, ya'ni 123 taga to'g'ri keladi. Demak, A javobga to'g'ri keladi. Tushunarli bo'lyapti deb umid qilamiz. Demak, keyingi masala tipini ko'ramiz. Shunga o'xshash bu ham. Qoramollarda uzun shoxli bo'lishi dominant genga ega bo'ladi, deyapti. Ya'ni katta G holatda deyapti, uzun shoxli bo'ladi, deyapti. Kichkina G holatda esa, demak, qisqa shoxli bo'ladi. Heterozigota shoxli qoramollar o'zaro chashtirilgan penetrantlik dominantga to'g'ri kelgan 80%. Ya'ni mana uzun shoxlining penetrantligi 80% ga teng bo'ladi. Xo'p, demak, heterozigotalar chachishadigan bo'lsa, heterozigota holatdagilar chachishadigan bo'lsa, bizda 4 xil avlod hosil bo'lish kerak. Mana gamma zigota, heterozigotadan 2 ta va resessiv gamma zigota. 900 ta qoramol nasl olingan bo'lsa, fenotip jihatdan uzun shoxli organizmlar sonini toping, deyapti. Demak, bizda 4 ta avloddan uzun shoxlilar, ya'ni dominant belgiga ega bo'lganlar mana bu 3 tasi 3 tani tashkil qilyapti. 900 tadan qancha deb hisoblaymiz? 675 ta. Ya'ni Mendeleyni qonuni bo'yicha oladigan bo'lsak, 675 ta chiqishi kerak. Lekin 675 ta organizmda gen bo'lgani bilan, lekin namoyon bo'lish darajasi 80% ekan. Shu 100% bo'lsa, 80% qancha deb hisoblaymiz? 540. Demak, namoyon bo'lish darajasi 540 ga teng bo'lyapti. Savol. Mana shu chala penetrantlik bo'ladi. Demak, keyingi tipini ko'rib ketamiz. Ana endi bunda undan oldingi masalalarda dominant penetrantlik ko'rgan edik. Hozir resessiv penetrantlikni ko'rib ketamiz endi. Demak, pandalarni berib qo'yibdi. Pandalarda dominant A holatda tukrangi qora bo'ladi ekan. Qora. Resessiv A holatda esa oq rangni yuzalantiradi, deyapti. Endi penetrantlik qoraga tegishli emas, resessiv holatda ifodalanyapti. Mana o'zi berib ketadi, oq tuk. Bo'yicha 75%. Ya'ni buni namoyon bo'lish darajasi 75%. Undan oldingi masalalarda dominant penetrantlik bo'lyapti turadi. Bu endi resessiv penetrantlik bo'ladi. Xo'p, heterozigotalar chachishgan ekan. Chachishganda demak 4 ta organizm hosil bo'ladi. 4 ta organizm hosil bo'ladi. Va bizda 4 ta organizmdan oq tuklilar mana bu bittani ifodalaydi. Bizda 1040 tadan qancha deb oq tuklilarni hisoblab ko'ramiz. 260 ta. Endi buni namoyon bo'lish darajasi 100% emas. 75% ga teng kelyapti. 75% qancha deb hisoblab topamiz? 195 ta. 195 ta. Demak, B javobga ega bo'ladi ekan. Bu resessiv penetrantlik. Demak, keyingi tipimizda endi ikki belgisi bo'yicha belgilarni ko'rib ketamiz. O'simliklarda bar shakli katta S bo'lsa, uchburchak bo'ladi ekan. Demak, yozib olamiz. Katta S holatda uchburchak. Uchburchak. Kichkina S holatda esa yumaloq holatda bo'ladi ekan. Yumaloq. Ikkinchi belgi
Katta D holatda esa yashil bo'ladi deyapti. Kichkina d holatda esa sariq rangni ifodalab beradi. Xo'p, ikkalasi ham ota-ona, ikkalasi ham geterozigota ekan. Penetrantlik 90% uchburchak bargga tegishli deyapti. Ya'ni bizda penetrantlik faqat uchburchakka tegishli ekan, 80%. Mana. Qolganlarda penetrantlik yo'q ekan, faqat uchburchakka tegishli bo'ladi. Hop, bizda ikkalasi ham geterozigota deyapti. Ya'ni bu ham geterozigota, bu ham geterozigota. Xuddi shunaqa ota-ona chachishtiriladigan bo'lsa, 16 avlod hosil bo'ladi bu. O'zimizning o'sha digeterozigotaga o'xshash bo'ladi. 12 meteorit o'simiga olingan bo'lsa, nasldagi uchburchak yashil bargli o'simliklar, ya'ni uchburchak shakl bo'lish uchun katta S bo'lish kerak, yashil bo'lish uchun katta D bo'lish kerak. Digeterozigota chachishtiriladigan bo'lsa, demak genetikani o'qiganlar bo'ladi. Bunaqa avloddan bizda jami hosil bo'ladi 9 ta hosil bo'ladi ekan. Yo'q. Ha, 9 ta hosil bo'ladi. Demak, bunaqadan 9 ta chiqadi. Xo'p, demak bizda 16 tadan 9 tasi shu, xuddi shu genotipga to'g'ri kelsa, 2400 tasi qancha deb hisoblaymiz. Demak, 9 bo'laman 16. 1350. Mana. Mana masala shartida mana kattasi namoyon bo'lish darajasi 80% ni ifodalab qo'ygan. Buniki ifodalanmagan. Demak, 1350 bu 100% bo'lsa, 80% qancha deb hisoblaymiz. Hop. Uzr, bu 90% ga to'g'ri kelyapti ekan. 90% qancha deb hisoblasak, bu yerda demak 1215 taga to'g'ri keladi ekan. Demak, bizda S javobga to'g'ri keladi. Demak, keyingi tipimiz, ana endi bunda ikkala belgida ham penetrantlik berilgan. Delfinlarda deyapti, dominant A holatda suzgich rangi moviy bo'ladi deyapti. Moviy bo'ladi deyapti. Resessiv A holatda esa oq bo'ladi deyapti. Tana rangi katta B holatda qora bo'ladi deyapti. Resessiv B holatda esa kulrang bo'ladi deyapti. Kulrang. Ana endi ikkita belgi bo'yicha penetrantlik bor ekan. Moviyda penetrantligi 85% ekan. Bitta resessiv yo'q. Qora rangniki esa kulrang. Resessiv. Demak, kulrangniki bu tarafda esa kulrangniki berib qo'yibdi. 80% ga teng bo'lyapti. Demak, e'tibor bergan bo'lsak, birinchi belgida moviy, ya'ni dominant penetrantlik berilyapti, ikkinchida resessiv penetrantlik berilyapti. Bizda demak digeterozigotalar chachishgan. Mana chachishgan va bunda 16 avlod hosil bo'ladi. 16 avloddan bizdan moviy, ya'ni moviy bo'lsa katta A holatda va kulrang bo'lsa kichkina B holatda nechta orgazm chiqadi deyapti. Dominant A ni penetrantligi, agar mana eslatib o'tamiz, 85% ga teng, kichkina B niki 80% ga teng. Mana shu holatda ifodalanyapti. Xo'p, 16 avloddan bular nechta chiqadi desa, bular 3 ta chiqadi mana. 3 ta. Bundan bitta chiqadi. Bundan 2 ta hosil bo'ladi. Jami 16 dan 3 ta avlod hosil bo'ladi. Bizda 6000 tadan qancha topamiz? 6000 ta avloddan qancha deb hisoblaymiz? Demak, 1125 ga teng bo'lyapti. Birinchi penetrantlik dominantdan boshlaymiz. 85%, ya'ni shu 100% bo'lsa, mana penetrant ishlatyapmiz.
85% da qancha deb hisoblaymiz. 1125 ko'paytiraman. 85. Demak, hisoblasak 1125 ko'paytirsak 0.85 ga. Demak 956,25 ga to'g'ri kelyapti. Endi 956,25 imiz 100% bo'lsa, mana bu yerda ikkinchi penetrantligimiz 80%. 80% qancha deb hisoblaymiz? 765 taga to'g'ri kelyapti. Mana. Bu demak birinchi penetrantlik ishlatganimizdagi javob bo'lsa, ikkinchi penetrantlik bizda D javobga to'g'ri kelyapti. Demak, penetrantlik mavzusi mana shu. Sizda qandaydir savollar bo'lsa, bemalol izohlarda qoldiring va do'stlarga jo'natib qo'ying. Xayr, salomat bo'ling.